Barjoni sevimli taomlardan bahramand bo'lishga yordam beradi va ovqatlangandan keyingi yengillik hissini beradi. Oching, rohatlaning, yengillikni his eting. Akmal! Akmal! Vannada u. Akmal! Chiq, bo'ldi endi. Murod. Hammomga shekar chiq. Akmalga to'sh degasi bo'ldi. Ey, Akmal qani? Qani Akmal? Ey, Akmal qani deyapman? Ukam qani deyapman senlarga? Eshityapsanmi meni gapimni? Qani Akmal? Aka, Joyingda tur deyapman senga. Aytyapman senga. O'zimizga qo'shildi. Ayt Akmal qayerdaligini. Voy xudo. Ukam. Qani kaliti hammomlaringni? Ukam. Akmal? Akmal? Ukajon? Akmal? Tur. O'lmagin, tur. Ko'zingni och, Akmal. 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 O'lmagin iltimos. Akmal, o'lmagin ukam, ko'zingni och. Asad, ketdingmi? Ishlar ko'pida. Ertaga yana kelarsan? Men necha yil bu yerga kela olmadim. Necha yil qamoqda o'tirdim. Qilgan xatolarim, noto'g'ri bosgan qadamlarim. Bugun esa ukamni qabriga tikilib o'tiribman. Men unga ota bo'lishim kerak edi. Singlimga ham. O'qitishim, tarbiya berishim kerak edi. Bir kun men ham shu yerga kelaman. Narigi dunyoda ota-onam bilan ko'rishsam, ular menga omonat qilgan ukam bilan singlimni ko'chaga tashlab qo'yganimni qanday aytaman? Qo'y bu gaplarni. Bunaqa o'zingni siqqandan foyda yo'q. Undan ko'ra foydali ish qilish kerak. Foydali ish deysanmi? Aytganlarim nima bo'ldi? O'sha yigitlar hammasi topildi. Yangi yo'l tomonda ekan. Nima? Yangi yo'l tomonda deysanmi? Bolalar kuzatyapti ularni. Yaxshi. Olib kelib gapirtiramizmi? Yo'q. Ukamni zaharga o'rgatganlar. Hayotini zaharlaganlar. Endi o'z hayotlarini zaharga aylanishini, ular ham bu azobni his qilishlarini xohlayman. Sevgidan kuygan qo'shiqchi torun silaydi. Armon
haqida qo'shiq kuylaydi. Atrofimni o'rab oldi turfa odamlar. Qo'shig'ida aytilgandir taxmin bu so'zlar. Dona 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 yurakda bir dona, isming xayolimda hamona. Dilimdan izlaring o'chmas, o'zgalarga ko'ngil uchmas, taqdirimda paydo bo'l yana. Dona 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 yurakda bir dona, isming xayolimda hamona. Har kuni keladi. Endi gapiraman deganda ketib qoladi. Mayli-da. Iltimos aka, qo'yvoringlar. Doim to'g'ri ishlaganmiz. Pulni urmaganman. Aytilgan joyga, aytilgan vaqtda yetkazganman. Nimaga unaqa qilyapsizlar? Yig'lash bilan hech narsa hal bo'lmaydi. Men senlarga sportnik emasman. Urib qiynab o'tirmayman. Даже og'riq his qilishga ulgurmay o'lasan. Aka, sizlarga nima eshitildi? Hech bo'lmasa aybimizni aytinglar. Biz to'g'ri ishlaydigan mollarmiz aka. Nima to'g'ri ish qilding? Kimni hayotini buzganingni bilasanmi? Butun umr zahar tarqatib yashaysan, o'lasan, ketasan, to'g'rimi? Ertaga kim yashaydi? Kelajakda sallanim deb hamma narkoman, tabletkachi, nyuqachi bo'lib yashaydimi? Ko'chada hammasi dumalab yashaydigan, o'liklar sasib yotadigan davrlarni xohlayapsanlar. Shuning uchun maktab bolalarini ximikatga o'rgatyapsanlarmi? Aka, iltimos, qo'yvoring, bo'g'ilyapman. Tabletkani kimdan olardilaring? Yo'q aka, biz faqat yetkazib beramiz. Kim berishini bilmaymiz. Telegram orqali buyruq keladi. Adminlarni tanimaymiz. Yo'qol o'sha yerda turgan. Gryaz. Tur o'rningda. Tur. Bilmaymiz aka, qasam ichamiz, bilmaymiz. Sakkiz yil ichkarida o'tirdim. Qasamxo'r bolalar shugina vaqt ichida shunchalik ko'payib ketdimi? Topishga harakat qilasanlarmi yo boshqacha yo'l bilan gaplashish kerakmi senlar bilan? Topamiz aka, topamiz. Iltimos, kechiringlar. Topolmasalaring, senlarni ham hech kim topolmaydi. Ketsang mayli, yuragimni ol. Sensiz yashash kerakmas menga. Hech bo'lmasa bugun qola qol. Undan keyin agar qo'shig'imni eshitgis kelayotgan bo'lsa, shu yerga kelib eshitishingiz mumkin. Menga hech bo'lmasa bugun qola qol. Aka. Ay, mayli-da. Mashinani men tagiga barib yetaman. O'zidan o'zi pul tashib ketmaydi-yu. Yaxshi qiz. Qalisanlar, nima gap? Yaxshi. Yaxshi. Yengili bormi? Yengili yo'q-u. 3 soatdan beri ko'chada yuribmiz. Kechadan beri kelmaydi-yu bular. Nima? Boshqa qiladigan ishimiz yo'qmi?
Ko'p gapirmalaring. Sanlarga shuning uchun pul to'lanyapti. Xullas, ko'zdan qochirmalaring. Mani boshqa qiladigan ishlarim bor. Qayerda bo'lishi mumkin u? Qayerda bo'lardi? Tunnelda-da. Ketdingmi? Turmiz bu yoqda. Ketdik. Yaxshi qiz. Bir daqiqa mumkinmi? Nima tez yurasiz? Sizga gapim bor edi. Xo'p, gapiring. Xullas, har doim kelasiz, qo'shiqlarimni eshitib turasiz. Lekin endi gapiraman desam ketib qolaverasiz. Balki tanishadigan vaqtimiz kelgandir. Shunchakimi? O'ziga shunchalik ishonasizmi? Mani boshimni aylantira olaman deb o'ylaysizmi? Ya'g'i. Shunchaki yonda turib eshitsangiz ilhom parilari keladi. Men qo'shig'i mazza qilib aytaman. Siz menga ilhom bag'ishlaysiz. Rostdanmi? Artistlar hammasi shunaqa gapirishadi deyshadi. Bu ham rost. Masalan, hozir telefon raqamingizni olsam bo'ldi. Uyingizga kuzatib borishim shart emas. Ha, g'alatiman. Afsuski, telefon raqamimni bera olmayman. Mayli, unda hech bo'lmasa va'da bering. Keyingi safar kelsangiz uzoqdan qarab turmaysiz, yorim kelib men bilan birga qo'shiq aytasiz. Kelishdingmi? Xayr, Hey! Javobingizni aytib keting. o'ylab ko'raman. Ha, endi buni o'ylab ko'rishim kutishim kerak. Ha, mayli. Nega men seni sevdim ay, seni ishqingda kuydim ay. Bugun o'zgasini tanlading, sevgim qadrini bilmading. Nega men seni sevdim ay, seni ishqingda kuydim ay. Bugun o'zgasini tanlading, sevgim qadrini bilmading. Seni sevardim, orzularim sen bilan faqat ikkimiz. Orzular qilar edik, biz baxtdan kular edik, faqat ikkimiz. Bugun esa begona, men endi bir devona sensizlikda. Sen ketding o'zga bilan, men qoldim armon bilan yolg'izlikda. Nega men seni sevdim ay, seni ishqingda kuydim ay. Bugun o'zgasini tanlading, sevgim qadrini bilmading. Nega men seni sevdim ay, seni ishqingda kuydim ay. Bugun o'zgasini tanlading, sevgim qadrini bilmading. Asad, bilaman, asabiylashyapsan. Lekin jahl ustida ish qilish yaramaydi. Birinchi kelsan. Bor gapi bilaylik. Nimani aniqlasak, shundan kelib chiqib ish qilardik-da. Mana kakras o'zi kelyapti. Yangilik bormi? Bor. Xo'sh. Hammasini aniqladik. Telegramdagi adminlarni ham topdik. Ko'pchiligi chetda o'tirib ishlarkan. Bolalarni orqasidan tushdik. Hammasi bir odamga borib taqalar ekan. Mardonboy degan ekan. Tanishmi? Tanish. U iflosni yaxshi bilaman. Uni qo'lidan bundan ham battar ishlar keladi. Mashinaga o'tir, tez.
Kir. Assalomu alaykum xo'jayin. Va alaykum. Xo'sh. Yangilik bormi? Yo'q xo'jayin. Qo'l qo'ymadimi? Qo'l qo'ymadi. Yo'q. Bir haftadan beri o'sha gaz tugli bilan ovorasan. Sen unga konkret gapir. Qo'l qo'yadimi, yo'qmi? Yo'q deydigan bo'lsa, yaxshilab qo'rqit. Gaplashdik. Qo'rqmayapti. Ko'proq pul taklif qilindi. Pul ham taklif qildik, unamadi. Ko'nmaydigan odam yo'q. Ko'ndiradigan sensan. Ko'proq pul taklif qilding, ko'nmadi. Iltimos qilding, yalinding, ko'nmadi. Qo'rqitding, qo'rqmadi. Shunaqami? Shunaqa xo'jayin. Shunaqaga o'xshayapti. Bo'lmasa, yana eski taktikani qo'llaymiz. Bola chaqasi bormi? Ha, 3 ta farzandi bor. Eng kattasi 14 yoshda. Demak, zaif joyi bor ekan. O'sha bolasi kukunga o'rganib qolsin. Agar qiz bola bo'lsa, videosini olamiz. Ano, xotin chalish bor edi-yu. Ha, Oti nima edi? Edik stressmi? Hozir otini Miguel qilib o'zgartirib olgan. Menga nima qizig'i bor otini? O'shani ishga solsang, qizlarni aldash, badnom qilishga usta. Nima qilib bo'lsa ham hujjatlarga qo'l qo'ydiramiz. Men bu ishga millionlarni tikkanman, ey bola. O'sha galstuk taqqan amaldorni deb ishim orqaga ketishni xohlamayman. Xo'p, xo'jayin, harakat qilamiz. Harakat qilamiz demi? Bajar. Xo'p bo'ladi xo'jayin. Bajar. Bajaramiz. Assalomu alaykum dada. Iya. Va alaykum assalom, o'g'lim. Menga boshqa odamlaringizdan pul jo'natmang, iltimos sizdan. Sen meni to'ng'ich o'g'limsan. Menga bu harom topgan pullaringiz kerak emas, dada. Bunaqa gaplaringni qilma. Otaga qarshi chiqish yaxshi emas. Agarda bu pullar halol yo'l bilan topilgan bo'lsa ham hech gap emas edi. Onam sizdan iltimos qilardi, dada. Shu ishlaringizni yig'ishtiring deb yig'lardi tunlari bilan. Oxir onamdan ham ayrildik. Sizni bu boyligingizga qarg'ish tekkan, dada. Menga qarg'ish deb boshimni og'ritma. Men o'zim bilganimcha yashayman. Men ham o'zim bilganimcha yashamoqchiman. Mani umrim oz qolgan bilasiz-a? Nima? Oz qolgan deysanmi? Ey, bolam. Buni davosi bor, davosi. Chet eldan doktor chaqiraman. Chet eldan kelsin.
Kerak bo'lsa men seni o'zim chet elga olib boraman. Dada, men bu harom pullaringiz bilan davolanishni xohlamayman. Hey, davolanasan. Davolanasan. Keyin o'sha gitarangni ting'illatib yuraverasan. Dada, nahotki o'ylamaysiz? Balki meni kasalligim kimlardir ko'z yoshlaridan kelgandir. Nima deyapsan? Bas qil dedim. Onangga o'xshabsan. Ey, to'xtalaring. Yuraveramizmi shunaqa? O gapiraveradi. Yuringlar, bu narsa ilik. Qorong'i chiqib ketdi-yu. Mayli, davay, ovqatlanaylik. Zo'r joyi bilaman. Yuringlar, ketdik bo'lmasa. Davay, ketdik. Mazza qildik-a? Sizga bitta surprizim bor. Qanaqa surpriz? Faqat kulmayman deb va'da bering. Xo'p, kulmayman. Boydan beri o'ylayotgandim-da. Xo'p, nima ekan ko'rsatchi? Surpriz. Endi ko'rsata qol endi. Faqat kulmang. Kulmayman deb va'da bering. Xo'p, kulmayman ko'rsat. Dadam. Ya. Bu menmi? Xafa qilyapsiz. O'xshamaganmi? Yo'q, prosta bu bola krasavchik ekanda. Siz hozir meni maqtadingizmi, o'zingizmi? Ha, hech demadim, bo'pti. Qarang, endi har yili 1 yilda ham, 10 yilda ham, yillar davomida ham siz rasmingizni chizaman. Har yili kamida 1 marta rasmingizni chizib qo'yaman. Bu katta muddat. Tushunmadim. Qaniydi shunaqa bo'lganda? Biz birga qola olmaymiz demoqchimisiz? Yo'q, men unaqa demoqchi emasman. Nima demoqchisiz? Ochig'ini ayting. Nimani berkityapsiz? Burningizda qon. Shohruh aka, Hozir. Men hozir. tinchlikmi? Shohruh aka. Shohruh aka, turing. O'zingizga keling, Shohruh aka. Iltimos, turing. Bu leykemiya. Anchadan beri bemor shu kasallik bilan yashab kelgan. Ilgari davolangan ekan. Davolanayotgan klinikasi bilan bog'landik. Anchadan beri muolajalarni to'xtatib qo'yilgan. Bu kasallik bilan doimiy kurashish kerak. Eshityapsizmi? Singlim, eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Nima qilishimiz kerak? Muolajalarni zudlik bilan davom ettirish kerak. Kasallik tarixini ko'rib chiqdim. U davolanayotgan klinika juda ham yaxshi. Tajribali mutaxassislar bor. Vaqtni boy bermasligimiz kerak. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Ha. Opa, men ancha yaxshiman. Menga ruxsat berasizmi? Ketishim kerak, ishlarim bor edi. Mayli. Mayli opa, rahmat. Sog' bo'ling.
Shu kasallikka chalinganimdan keyin onam siqlardilar. Har kuni. Har kecha. Onam vafot etganlardan keyin esa umuman davolanishni xohlamay qoldim. Chunki ularning siqilishlariga men sababchi edim. Balki unaqa emasdir. Lekin baribir ich-ichimda o'zimdan nafratlanishni boshladim. Meni faqat onam yaxshi ko'rardi. Boshqa hech kim. Otam o'zining ishlari bilan o'zi ovora. U bilan hech qachon chiqisha olmadik. Xo'sh, endichi? Nima demoqchisan? Sizni hech kim yaxshi ko'rmaydigan gap. Endi o'zgardimi? To'g'rimi? Boshqa chorani o'ylang. Davolanishni davom ettiring. Axir siz endi yolg'iz emassiz. Meni umrim vaqtim oz qolgan Lola. Sen bu o'zingga mos inson topishing kerak. Qancha umrimiz qolganini bilmaymiz. Siz ham bilmaysiz, hech kim bilmaydi. Sen mendan ko'ra ko'proqga loyiqsan. Shohruh aka, Iltimos Nurbek, ovqatlanib oling. Darsingizni qilib berdim-ku. Oyingizlar kelsa gap eshitaman. Ovqatlanib oling. U mani oyim emas. Sen ataylab mana bunga o'xshab jahlimni chiqaryapsan. Yo'q Nurbek, unaqa emas, kechiring. Yuring, ovqatlanib oling. Men hech nima qilmadim-ku. O'chir ovozingni. Sendan xafaman. Menga gapirma. Sen ataylab yutqizib berding. Men senga ahmoqmanmi, a? Yo'q, Nurbek, ataylab men sizchalik o'yna olmayapman-da. Ey, nima gap? Tinchlikmi? Assalomu alaykum. Ada. Ada, meni zakazimni olib keldingizmi? Assalomu alaykum, Nurbek. Mana olib keldik. Salom bermaysanmi o'g'lim? Ma, ol zakazingni. Bu 17 emas-ku, kerak emas. Men 17 so'ragandim. Bakir, nimaga eskisini olding 17 olmasdan? Uzr xo'jayin, sizning telefoningizdan yangisini xohlagani uchun mana shuni olib qolgandim. Hozir yangisiga almashtirib kelaman. Hech qaysi bolam menga o'xshamadi-da. Bunisi bu yoqda erkalik qiladi. Bunisi bu yoqda asabga tegib aql o'rgatadi. Mayli. gaplashib olishimiz kerak. Men shoshilyapman. Qayerga? Boradigan joyim bor. Unda men ham boraman. O'zing bilasan. To'xtang. Qayerga ketyapmiz o'zi? Alo, Bakir. Hozir. Hozir shoshma. Xo'sh, gapirchi. Nima qilsang ham molla yetib kelganda konteyner ochilmasdan tekshiruvdan o'tish kerak. Bo'lmasa mahsulot aynib qolishi mumkin. Tushundingmi?
Xullas, haftani oxirigacha senga topshiriq. Hal qilgin. Assalomu alaykum. Men shoppingdan keldim. Menga ham topshiriq bormi? Sen 5 yildan beri bitta topshiriqni bajara olmading-ku. Nurbekka onalik qilishing kerak edi. Lekin uning og'zidan bir marta bo'lsa ham ona degan so'z chiqmadi. Harakat qildim, Mardon aka. Qaysarlik qilyapti-da. Nega meni yomon ko'radi tushunmayman. Harakating nolga teng. Hali gapdasan, hali shopping qilasan. Ko'chadan beri kelmaysan-ku. Onalik qilish senga emas ekan. O'zi bu uyda hech kim bir-birini tushunmaydi. To'xtang. Menga qarang. Mendan kasalingizni yashirganingizni tushundim. Siz meni o'ylagansiz. Meni siqilmasin deb aytmagansiz. Hammasiga axir sabab bo'lishi kerak-ku. Men sizni tushunmayapman. Axir inson yashash uchun har doim kurashadi-ku. Siz yashashdan voz kechdingizmi? Balki tushuntirib berarsiz? Lola. Kim qayerda qachon qanaqa o'lishini hech kim bilmaydi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Muhimi qanday o'lish emas, qanday yashash. Unda yashashingiz kerak-ku. Hamma yashash uchun harakat qiladi. Siz men uchun yashang. Men senga qilayotgan ishlarim tushuntirishim emas. Endi ko'rsatishim kerak. Yur ketdik. Qayerga? Men bu yoqqa yur. Kamola. Shohir aka. Assalomu alaykum. Ne kelmay qo'ydingiz? Bor yo'q o'zi uchun kelmadim-ku. Yaxshi odamlar bir kun bo'lmasa ham sog'inib qolishadi, bilmaysizmi? Shunga tashqarida o'tiribsanmi? O'ylab o'tiribman. Bolalarni ko'rsam siqilaman. Shundan o'zimni chalg'itish uchun mashinalarni sanayapman. Mashinalari? Ha, oq mashinalar ko'p o'tadimikan yoki qora mashinalar? Shularni sanayman. Ha. O'zim asal toyim. Mana men keldimmi? Ketdikmi? Ketdik. Og'rimayaptimi? Hammasi joyidami? Ha, yaxshi, bo'ladi. Yaxshi, unda bir pas turib xabar olaman, xo'p? Ishini yop. Shohrux aka. Yaxshimisan? Siz yaxshimisiz? Shohrux aka, qachon konsertga olib borasiz? Tez orada boraman, xo'p? Sen bilan birga oldi qatorda o'tiramiz. Kelishdingmi? Yotaver. Haligi opa o'zlaridami? Ha, o'zlaridalar. Men hozir tezda kelaman, xo'p? Sizlar turib turinglar. Toza havoga chiqqim kelyapti. Yuragim siqilib ketdi. Kechirasiz. Maylimi bolalarni tashqariga olib chiqib kelsam? Yo'q, Glavrach ruxsat bermaydilar. Opa, yuring tashqariga chiqib kelaylik, sizga gapim bor. Lola opa, bu yerdagi bolalarni ko'rsangiz, xomush bo'lib yig'lamang. Ularga rahmingiz kelayotganini ham ko'rsatmang.
Odamlar bizga achinib qarashini xohlamaymiz. Bizni boshqalardan farq qiladi ham deb o'ylaymiz. Biz bechora bolalar emasmiz. Bizga rahm shafqat ko'zi bilan qaramang. Bolalar qiynalyapti, ko'rib turibsiz. Lekin buni o'zlariga bildirmasligingiz kerak. Bo'lmasa juda ham xafa bo'lishadi. Bizni kasalligimizda har lahza eslatib turishi shart emas. Voy, sen juda ham aqlli qiz ekansan. Opa, bemordan xabar olgandan tepaga chiqib ketgan ekanlar. Yuringlar, xonasida o'tirib turamiz. Yuring, ketdik. Ketdik. To'qqiz. Ha? Shohruh, yaxshimisiz? Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sog'liqlaringiz joyidami? Yaxshi, rahmat. O'zingiz qanaqasiz? Sog'ligingiz Men yaxshimi? oddayman. Rostdanmi? Ha, yaxshi bo'lib qoldim ancha. Haligi opa, bolachalarga shuni olib kelgandim. Bolalar uchun dorilarga ishlatarsiz. Ilohim, sizga o'xshaganlar ko'paysin. Rahmat. Sizga o'xshaganlar ko'p bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Yuring, xonamga kiraylik, rasmiylashtirib qo'yamiz. Opa, har gal shuna qilasiz. Xuddi men kelib maqtanayotgandek bo'lib qolaman. Keling, shu narsani qilmay qo'ya qo'yaylik. Endi buni iloji yo'q, rasmiyatchilik. Shohruh, ishimiz shunaqa. Mayli. Sizlar unda ozgina o'tirib turinglar, xo'p? Yuring opa. Ketdik. Opa, duo qilishni bilasizmi? Bilaman. Sizchi? Hozir sizni duo qilamiz. Qo'lingizni oching. Yosh bolalarning duosi o'tadi deyshadi. Aha, xo'p, aytavering. Shohir aka bilan sizni hech narsa ajrata olmasin. Amin. Amin. Soat necha bo'ldi? Soat 14 dan 13 minut o'tdi. Voy, dorilarni ichadigan vaqtim bo'pti-ku. Nimani bekitding? Yo'q, hech nima. Aldama, ko'rdim. Nima o'g'irlading? To'xta, qayerga ketyapsan? To'xta, Tolib. To'xta, men senga gapiryapman. To'xta deyapman senga. Dadamga aytib beraman seni. Nurbek, o'zimning narsam edi, oddiy sigaret. Qani, ko'ray. Mana, oddiy sigaret. Berchi? Assalomu alaykum, xo'jayin. Sen meni bolammi? Narkoman qilmoqchi bo'ldingmi? Yo'q, men noto'g'ri tushundim, xo'jayin. O, menga qara. Xo'jayin, meni noto'g'ri tushunyapsiz. Bu nima qilganing? Noto'g'ri tushunmang, xo'jayin. Boshingga yetti kunini solaman. Sen harommi? Jalil. Umid. Bo'llaring, ollaring menga iflosni podvalga olib tushlaring. Suyaklarini sindirlaring. Sen iflos. Sen o'sha yo'qolsan ham. Baqirmang menga. Ahmoq. Hayvon, meni bolammi?
Bu iflos yosh bolani o'rgatyaptimi bu balolarga? Svoloch. So'nggi nafasimgacha bir. To'xtang. Nima? So'nggi nafasimizgacha birgamiz deb ayting. Xo'p. So'nggi nafasimizgacha birgamiz. Biz baxtlilardan eng baxtli bo'lamiz. Sen meni sevasan, men seni sevaman. Biz albatta birga baxtli bo'lamiz. Bo'ldi. Bu yog'iga o'zim ketaman. Ertagacha. Xo'p, ertaga ko'rishamiz. Albatta. Faqat kechki payt telefon qilaman. Yo, telefon qilmang. SMS yoza qoling. Gaplasha olmayman. Akam juda qattiq-qo'l. Jahli tez. Mayli, unda yozaman. Darsdan nechta chiqasan? Tushdan keyin chiqaman. Unda darsdan chiqqungacha o'qishingga borib turaman. Xo'p? Tintik. Va, Xayr. xayr. Bratishka, bir minutga mumkinmi? Amaldor korrupsiyada ayblanmoqda. U barcha ayblovlarni rad etdi, ammo guvohlarning ko'rsatmalariga ko'ra, uning uyi, mashinasi va ishxonasiga chamadonlarda pullar tashlab ketilgan. Bu tuzoqmi yoki haqiqatdan ham katta miqdordagi porami? Voqealar rivojini biz bilan kuzatib boring. O'yin endi boshlandi. Kir. Assalomu alaykum xo'jayin. Salom. Anavi amaldorning sudi oyning oxirida boshlanar ekan. Yaxshi. Lekin bu yerda to'xtash mumkin emas. Tanish bilishlarni ishga solinglar. Uni ishini qiyinlashtirib, shantajni kuchaytiramiz. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Kerak bo'lsa, guvohlarni sotib olinglar. Qilmagan aybini bo'yniga qo'yib chiritib yuboramiz. Xo'p bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi, xo'jayin, bajaramiz. Uni o'rniga boshqasini qo'yib, uni sotib olamiz. Qalay? Bajaramiz, xo'jayin. Shunday bo'lsin. Tushunmadim. Shohruh? Ha, Mardonboy, qarib ketibsanmi? Sen kimsan? Kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi? Bilaman. Juda yaxshi bilaman. 8 yil oldin va'dangga ishonib, bir jinoyatni bo'ynimga olib qamalib ketganman. Kelishuvga ko'ra, ukam bilan singlimni nomiga shot ochib, har biriga 200 mingdan pul o'tkazishing kerak edi. $400,000. Ey, 8 yil umr arzon emas. Men rozi bo'ldim. Buncha pulni birovga berib qo'ymasliging haqida o'ylab ko'rmabman. Yoshlik qilibman, ahmoqlik qilibman ishonib. Asad? Ha, endi esladingmi? Nimani ko'r. Hey! Men seni ko'rdan bo'lsa ham topaman. Topaman seni. Hey, qidirish shart emas. O'zim lakatsa yuboraman. Hey. Qancha pul kerak? 400 mi, 500 mi? Ko'proq bo'lsa ham ayt. Hey, shart oddiy. Lokatsiya bo'yicha kelsang bo'ldi.
bir o'zing kelasan. Militsiyani aralashtirsang, O'g'ling o'ladi. tushunding deb o'ylayman. Bakar! Bakar dedim. Qulog'ing karmi? Labay xo'jayin. O'g'limga ko'z quloq bo'lmadilaring-ku, a? Gapir! Odamlarimiz kuzatib yurgandi. Agar o'g'limga biror gap bo'lsa, soniyam, odamlaringni ham, o'sha Asadni ham bitta go'rga ko'maman. Qo'shma zor qilaman u bola. Yo'q, bollarni yo'q. Xo'p bo'ladi, xo'jayin, hal qilamiz. Tez bollarni yo'q. Asad, mana men keldim. Rejang shumi? O'g'limni qo'yvar. Qo'yvaraman. Lekin oldin hisob-kitob qilib olamiz. Va'daga ko'ra keldim. Bolani qo'yvar. Ey, Shohruh, o'g'lim, ket bu yerdan. Ket! Dada, men siz ketmayman. O'g'lim, iloji yo'q. Ket dedim. Aytganimni qil. Dada, men sizga aytganman. Bu ishlar Zohirvoy deb. Mana oxirini ko'ryapsizmi? Qaysarlik qilma. Nima xohlaysan? video olamiz. Hamma qilmishlaringni tan olasan. Uni sotganing, tabletkalar, yosh bolalarni zaharlaganing, hammasini tan olasan. Yana nima xohlaysan? Senga medalam taqishsinmi, ha? Qo'yvor. Lola, singlim. Dada! Voy. Lolani qo'yvoring. Hamma o'zini bosib olsin. Endi men shart qo'yaman. Dada, bu nima qilganingiz? Qo'yvoring Lolani. Hech qachon mard bo'lmagansan. Hech qachon. Shohruh aka! O'g'lim!
bering, qarang iltimos. Shohruh aka, turing. Shohruh aka. Shohruh aka, turing iltimos. Ko'zingizni oching. Ko'zingizni oching. So'ng nafasimgacha degansiz-ku. Shohruh aka. Mana Shohruh aka. Bu safar ham yana bitta portret sizni chizdim. Keyingi safar sizni o'tirgan holatingizni chizsammi? Yoki o't ustidami? Tasavvur qilishimga yordam bering. Bugun ham tushimga kiring. Tushimda sizni qanday holatda ko'rsam, shunday chizaman. Siz menga ilhom berasan derdingiz. Endi navbat sizda. Meni ilhomlantiring. Siz so'nggi nafasingizni oldingiz. Men esa hali ham nafas olyapman. Demak, hali ham ayrilganimiz yo'q. Hali ham birgamiz. So'nggi nafasgacha.